Biz ust-boshga, yurish-turishga qachondan qarab baho berishni boshladik? Qachondan qimmat kiyim kiygan insonga boshqacha hurmat va bozordan kiyingan insonga hurmatsizlik boshlandi? Qachondan Samsung telefoni bor odam emas u, iPhone telefoni bor odam bo'lib qoldi? Qachondan markazdagi qimmat restoranda ovqatlangan insonga e'tibor kuchli-yu, bo'tqani oldida somsa yegan insonga e'tiborsizlik? Qachondan Instagramdagi obunachisiga qarab hurmat qilishni boshladik? Qachondan qimmat mashinasi borlar qadrli odam-u, avtobus marshrutkada yuradiganlar qadrsiz bo'lib qoldi? Tan olish vaqti yetib keldi. Hamma mansabingizga qarab, qancha pulingiz borligiga qarab munosabat qilishni boshladi. Hayotda hamma narsa shu yerda qolib ketadi. Qimmat mashinada qabrga bormaysan. Qimmat kiyim bilan qabrga qo'yilmaysan. Takoy joyda yotmaysan qabrga. Bu hayotda faqatgina o'zing bilan qilgan savob ishlaringni olib keta olasan. Yoki yaxshi qilgan amallaringni. Hali hammasiga javob berasan.